Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sizlarga polni qanaqa bizneslar seximizda bor, shularni ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasam sanab o'tamiz. Xo'p, Suxoy Smes, kafelnikilar, Rodbin, Shpagelovga farqi yo'q, aytaveradi. Suxoy narsalar tayyorlayveradi. Xo'p, bu yoqda Gazablok avtomat liniya apparatlarimiz. Boshidan tushuntirib o'tgan bo'lsak, 115 litrli suv bachoyi, suv nasos, ruchnoy reskasi, 2,5 tonnalik suv bachoyiga 1 tonnalik emas, 2,5 tonnalik. Xo'p, g'ishlarni ham qo'yib qo'yganmiz. Bunisi ruchnoy reskada kesilgan, bunisi avtomat reskada kesilgan. Xo'p, o'zini mishalkasi 0,5 kubalik. Motorlari ham yangi. 2,5 kilovatli motorlar qo'yiladi. Kranilari ham puflo kranillardan emas. Xo'p, komplektda 4 ta qolib qo'yib qo'ydik. 2 ta emas, chunki hech kim 2 ta bilan olmayapti. Va so'nggisida mana avtomat reskasi o'zini idealniy kraskalari ham hamma yo'g'i chotki bo'lgan, xudo xolasa yangi holatda mana strechlar klientga berib yuboramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bu avtomat reskamiz bitta tugma bilan o'zi tushib, kesib, to'xtab 5 sekund kesib, yana o'zi ko'tarilib o'chayotgandan bo'ladi. Mana sensorlari bor. Ustanovka qilish jarayonida o'rnatamiz. Bu yoqdan ham bitta video qilamiz. Mana sekundomerlari bor. Eng aqlli miyalardan bo'ladi, miyasi ham. Motorlari 1000 оборотli 0,7 kilovat, 1 kilovat motorlar bo'ladi. Holati yangi, salafan korobka holatda bo'ladi. Mana bu yoqda ham. Bu yoqda mana keyingi partiya reskalarga tayyorlab qo'yganmiz. Hozirda 3 ta liniyaga zakazimiz bor, xuddi shunaqaga, faqat qolib 4 ta emas, 20 ta. Hop, 20 ta qolib. Avtomat reska, mishalka, bu yoqdagi suv bachoy, suv nasos, hamma yo'g'i avtomat reska liniya olgan odamga ruchnoy reska ham qo'shib beriladi, chunki svet o'chish bor, boshqa narsa bor. Xo'p, 20 ta qolibi bilan $7000 olib borib, ustanovka qilib chiqarib ko'rsatib berish kiradi. Xo'p, bu liniyamizni quvaga tayyorladik. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Menga avtomat reska kerak emas, ruchnoy kerak deganlarga. Xo'p, mana qoliplarimiz yerga ham, o'zi relis qolib bo'ladi, yerga ham uriladi. Narigilar yerga o'rnatib qo'yganmiz. Xo'p, qalilligi listlarini uchli, toza rossiyskiy listda bo'ladi. Shuni unutmanglar mana. Yonlarini ko'rayotgan bo'lsalar, mana kuyoz, haqiqiy rossiyskiy bo'ladi mana shular. Uchli, keyin qoliplarimiz zamaska bo'lmaydi. Profillari ham 8 ga 4, stenasi 2 stenada bo'ladi. Nimaga qimmat chiqyapti qoliplaring yoki liniyalaring deganlarga, hamma narsa original, realnishdan qo'yiladi. Xo'p, ruchkalarimiz prostoydan bo'lib qolgan, faqat nimagaki hozir paytda kelmayapti. 15-20 kun ichida olganlarga, xo'p, 20 kun ichida keladi. Zakaz berib qo'yganmiz Xitoyga o'zimiz. Shu avtomat reskadan tashqari olganlarga polni 2,5 tonna suv bachoyi, suv nasos, tent, boshqa komplekti, ruchnoy reskasi, mishalkasi, yangi motorlari bilan kiranli hamma yo'qi bilan 4 ta komplekt qolipi $2000. Agar 2 ta qolip bilan olgan bo'lsalar ham narxi boshqacha, $1,500 atrofida bo'ladi. Xo'p, mana ximikatlari ko'rishingiz mumkin. Ximikatlarini ham Toshkentdan chaqirtirib beramiz, zakaz qilib. Xo'p, yana qanaqadir bonuslar bormi deganlarga 20 ta qolipi bilan shu $6000 dan tepa stani olganlarga 500 taga yetadigan polni ximikatini qo'shib beramiz. Aliment pudra hamma yo'q ichida bo'ladi. Shular bonus bo'ladi. O'shalarda o'zi ham 6-7 million so'm pul bo'ladi. 500 taga chiqarish uchun ximikatlarini o'zi. Xo'p, mana bu ruchnoy reskada kesilgan, eng xunuk qilib kesilgani mana shu. Bundan tiniqroq qilib kessa ham bo'ladi. Endi odamni kesishiga bog'liq.
e'tiboriga bog'liq. Lekin avtomat reskaga hech qanaqa e'tibor ham, mehr ham kerak emas. Idealni qilib o'zi tushib, o'zi chiqib kesib beradi. Hop, bu yoqda SMS apparatimiz, kafelnikiga asosan hozir so'rashyapti. Bunimiz narxi $3000 chiqyapti. Hop, hamma yo'g'i avtomat bo'ladi buni ham. Hop, bunga garantiyasi bormi? Umuman hamma narsaga garantiya bormi deganlarga 6 oy motorlariga 1 yil servis xizmati bepul. Hop, mana bu vibratori xuddi elada, sementdan xuddi ham shitdan tashlab, optik bitadi, aralashtirib. Hop, mana bu yoqda o'zini qopga qoplaydigan shinagi bor. Shu yoqdan qoplaydi. Hop. Ob'yom 500 kilolik bo'ladi. 1 soat ichida 2 marta aylantirib yuborsa ham bo'laveradi. Ishchilarni ishlashiga, mahoratiga bog'liq. Hop. Motorlari hamma yo'g'i yangi salafan motorlar, hech qanaqa ishlamagan, boshqa bo'lmagan. Mana buni ham. Bu shinakni motori, avtomatlari hamma yo'g'i xudo xolasa cho'tki holatda bo'ladi. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Hop, narxini yana bir qator aytib ketamiz. SMS'niki $3000. Hop, ruchnoyi 4 ta qolipi bilan $2000. Agar avtomat reskasi qo'shilsa $4000 bo'ladi. Avtomat reskani o'zi $2000. Qoliplar alohida qolip kerak bo'lsa, kimgadir komplekt $230 dan bo'ladi. Yer qoliplar. Bu ham yerga o'rnaydi, balon qo'yilmagan holatda. Lekin yer qolib boshqacha bo'ladi. O'zi aslidagi yer qolib, uni narxi $200 chiqadi. Hop, mishalka kimga kerak bo'lsa, alohida ham farqi yo'q. Hop, aytganimiz o'sha $6000 dan tepa apparat olganga 500 ta g'ishga tegan ximikatlari qo'shib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qachon chiqib ketasizlar deyapti. Agar